Assalomu alaykum obunachilar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana sotuvga bitta persepimizni yo'lning chekkasiga chiqarib qo'ydik. Xudo xolasa, bu tarafdan kelsangiz, Karvak tarafdan kelasiz, Ismoil Eshon O'lyobod tarafdan kelasiz. Bu tarafdan kelsangiz Yangi bozor kelishingiz mumkin. Nimadan kelishingiz mumkin? Shakar zavodining tagiga yonidan kelishingiz mumkin. Mana sotuvda mana shu yerdan bitta persepimizni qo'ydik, qora svetda. Xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Juda baquvvat qilib, usilenni qilib yasalgan. Mana usilenni qilib yasalgan. Balonlar ham yangi. Juda baquvvat mana. Yangi balonlar, yangi hissalar qo'yilgan. Usilenni baquvvat qilib yasalgan mana. Tortqichlari shu yillardan qo'yilgan mana. Usilenni qilib yasalgan. Ramalari shu yillar. 4 taraf ham shu yillar. Juda baquvvat qilib yasalgan. Devorlari qalinlik. Bortlari ham qalin. Usilenni qilib yasalgan. Yo'lni chekkasiga chiqarib qo'ydik buni, xudo xolasa. Mana kelishlaringiz mumkin. Yo'lning chekka qismiga chiqarib qo'yganmiz. Yana 4 tasi qoldi. Mana bilan 4 ta bo'ladi. 3 tasi qoldi. Aksiyamizdan umumli foydalanib qolinglar. Aksiya ketyapti. Mol uchun mana yon qismi polni ochiladigan qilib yasalgan. Polni orqa tarafga ochiladi. Aylanib turadi. Bu yerda ham bor mana. Bu razmerimiz 2 metrga 1.30 bo'ladi. 2 metrga 1.30. Bortlari qalinlik, krellari ham qalin. Ramlari shu yillar, mana ramalari shu yillar. Baquvvat qilib yasalgan, mana ko'rishingiz mumkin. Yangi balonlar bilan qo'yganmiz. Yangi hissalar mana. Ko'rishingiz. Aksiyamiz davom etyapti. Biz bitib qoldi, xudo xolasa. Usilenni qilib yasalgan. Mana bu yerdan mol persepimiz bor. Baquvvat qilib yasalgan mana. Yangi. Hissalar, balonlari ham yangi 14 turlik. Yog'ochlari 14 turlik. Ramalari shu yillar usilenni qilib yasalgan. Juda baquvvat qilib yasalgan. 76lik biroy turba, katta boltdan qo'yganmiz. 76lik biroy turba usilenni qilib 2 tonnagacha bemalol ko'taradi. Mana bu 1 tonnagacha ko'taradi. Tagiga prujina qo'ysa 1,5 tonnagacha ko'taradi. Vazn. Mana bu yerda ham bor. Mana. Mol persepimiz 10 million 300 ga beramiz. Mana bu yerda 250 ga 150 persepimiz. Yasayapmiz mana. 250 ga 150. Buni 9,5 qilib beramiz. Bemalol. Ko'k svetda bo'ladi, xudo xolasa. Kimga shunday sifatli baquvvat perseplar kerak bo'lsa, bemalol kichikcha persep kanaliga kirib ko'rsanglar, xudo xolasa baquvvat perseplarda olasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.